Xo'p, navbatdagi darsimiz demak boshlaymiz. Bizda navbatdagi darsimiz demak bu string API. Xo'p, string API nima desak, bu qanaqadir bir klass deb hisoblasak bo'ladi. Ichida o'sha klassning e, ichida turli stringni manipulyatsiya qiladigan, ya'ni stringlarni o'zaro bir-biri bilan qanaqadir vazifalarni bajaradigan metodlar to'plami deb olsak bo'ladi string API'ni. Xo'p, ta'rifida ham yozib qo'yibdi. Javada string sinfi demak Java Lang paketida joylashgan va o'zgarmas immutable obyekt hisoblanadi. Xo'p, string API bu sinfning metodlari va imkoniyatlari to'plamidir deyapti. Mana aytib qo'yilgan. String API bu sinfning metodlari va imkoniyatlari to'plamidir. Ya'ni turli stringlarni bir-biri bilan qanaqadir manipulyatsiyalar qilish. Xo'p, keling uni tushunib olish uchun biz mana bu yerda demak string deb yozamiz va controlni bossak mana bunaqa ichiga kirsak bo'ladi va mana bossam public final class string chiqyapti. Ya'ni bu demak final class ekan bu string va uni ichida bir qancha demak metodlar bo'ladi. Hozir o'sha metodlarni ham ko'ramiz. Demak, mana bizda mana shu string klassimiz mana string klassimiz hech qaysi demak extend olmagan, lekin implementatsiya olgan. Serializable dan olgan, comparable dan olgan. Xo'p, bularni hali gaplashib o'tamiz. Xo'p, mana shu stringda mana e'tibor bering. Coder degan o'zgaruvchi bor ekan, hash degan o'zgaruvchi bor ekan. Xo'p, metodlari ham bor bularning ichida. Xo'p, mana barcha demak o'sha metodlari bor. Mana bu yerda ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha stringni metodlar to'plami. Xo'p, endi mana string deb yozdik va nuqta deb yozadigan bo'lsak, bizga mana bu yerda mana metodlari kelib chiqdi. Xo'p, kelinglar mana shunaqa metodlarni biz asosiylarini mana ko'rib chiqamiz. Demak, mana asosiy metodlarni oldim. Aslida ular ko'p. Biz ko'p ishlatiladigan asosiylarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda length ekan. Xo'p, kelinglar biz buni oldin bir string o'zgaruvchi ochib olamiz. str deb va unga kelinglar hello deb demak yozamiz. Va cout qilib str nuqta length qiladigan bo'lsak, mana e'tibor bering, str nuqta qilganimda menga barcha o'sha stringni metodlari kelib chiqyapti. Yani equals bor, length bor, get bytes mana to lowercase to uppercase'lar bor, index of substring, replace. Demak, mana shunaqa metodlari bor. Va demak str nuqta length bu menga demak o'sha string uzunligini olib beradi. Dasturni ishlatadigan bo'lsam, e'tibor bering, 5 degan qiymat chiqyapti. Mana 5 degan qiymat va haqiqatan ham hello so'zini uzunligi mana 1 2 3 4 5, ya'ni 5 belgidan tashkil topgan hello. Xo'p, demak length bizga demak int qaytaradi. Mana e'tibor bering, mana bu yerda str nuqta yozsak, mana length da bizga int qiymat qaytaradi deb o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Length to'g'risida int degan yozuv turibdi. Ya'ni bizga bu int qaytarar ekan. Haqiqatan ham length yozganimizda bizga mana bu 5 degan int qiymatni qaytarib berdi. Xo'p, ikkinchisi bu char at a. Xo'p, cout qilamiz. Demak, str qilib xo'p, str qilamiz nuqta va char at deymiz. E'tibor bering, char at metodi demak bizga to'g'risida yozib qo'yibdi. Bu char qaytaradi, ya'ni belgi qaytaradi va qabul qiladigan parametri bor. U qanaqadir int qabul qilar ekan. Xo'p, char at deymiz va mana Ctrl P ni bosadigan bo'lsak, bizga chiqarib bermadi. Menimcha bittaligi uchun mana chiqarib berdi. Int index deyapti. Xo'p.
qanaqadir int beramiz, indeks beramiz va o'sha indeksdagi belgini qaytarib beradi. Hop, kelinglar mana 3 deb yozamiz va dasturni ishlatib ko'rsak, demak mana 5 dan keyin mana L degan qiymat chiqdi. Sanab ko'ramiz. 0-chi, 1-chi, hop, 1-chi, 2-chi, 3-chi qiymatda haqiqatan ham bizda L turibdi. Mana shuni 4 qiladigan bo'lsak, 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi qiymatda bizda O qiymat turgani uchun bizga bu O qiymatni qaytarib berish kerak va mana O qiymatni bizga qaytarib beryapti. Substring bor ekan bizda, bu stringlarni qirqish. Hop. Keling mana shu yerda hello Java deymiz va substring metodini ko'ramiz. Cout qilamiz va str nuqta, demak bizda substring qilamiz. Demak, e'tibor bering, ikkita parametr bor. Ya'ni bitta int berib yuborsak bo'ladi. Bu begin index, boshlang'ich indeks va oxirgi indeksni berib yuboramiz. Hop, kelinglar birinchisini ishlatib ko'ramiz. Men shunchaki uni 3 berdim. Hop, 3 beradigan bo'lsak, bizga bu substring o'zi, demak bizda stringlarni qirqadi. 3 desak, bizga 3-indeksdan boshlab qirqadi. Ya'ni 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi indeksdan boshlab qirqadi. Mana bu lo java degan qiymat chiqishi kerak bizda. Hozir demak dasturni ishlatamiz va mana lo java degan, demak, stringni qirqib bizga qaytarib beryapti. Demak mana bu string metodiga kirsak ham bizga bu string qaytarib beradi. Mana begin index parametri bor va o'sha begin indeksdan lengthgacha, demak bizga qiymatni qaytarib beradi. Xo'p, ikkinchisi substring 3 va demak bizda mana int end indeks ham bor, ya'ni oxirgi indeksi 3 dan, kelinglar misol uchun 8 deymiz mana. Va dasturni ishlatib ko'ramiz. Bizga loja degan so'z chiqdi. Ya'ni mana bu yerdan 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi indeks mana bu. Mana bu yerdan boshlanyapti va mana bu jada tugatyapti. Bu yerda demak 8-element kirmaydi, 3-element kiradi. Ya'ni mana bunaqa desak bo'ladi. Ya'ni 3-element kiradi, 8-element bizda kirmaydi. Mana bu qaus belgisi, demak o'sha element kirmaydi, ya'ni o'sha elementni chiqarmaydi. Lekin mana bu to'rtburchak belgisi o'sha elementni chiqaradi ekan. Ya'ni hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya'ni 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-element bizda v o'zi aslida va bizga v ni chiqarib bermaydi. Undan oldingi a ni chiqarib beradi, lekin birinchi loni chiqarib beradi, 3-elementni. Xo'p, demak, navbatdagi metodimiz bu uppercase. Hop, cout qilamiz, str to uppercase mana. Demak, bizga u qaytarib, string qaytarib beradi yana. Dasturni ishlatib ko'ramiz. E'tibor bering, kichkina harflarni ham katta harfga o'tkazib berdi. Ya'ni katta harflar joyida qoladi, lekin kichkina harflarni ham katta harflarga o'tkazib berdi. Endi xuddi shuni bu lower case bor. Ya'ni u hammasini kichkina harfga o'girib beradi mana. Hello Java. Hop. Keyingi demak metodimiz bu equals metodi. Hop, equals bu ikkita obyektlarni bir-biri bilan solishtiradi. Hop. Endi mana bu yerda hello deyman va yana bitta string str2 teng deyman. Hop. Hello ga. Hop, mana bu substringda xatolik chiqadi, chunki uni uzunligi demak bizda 8 ta emas. Xatolik bermasligi uchun o'zgartirib qo'yaman.
va cout qilib, demak str nuqta equals qilaman str 2 ga va dasturni ishlatib ko'raman. Menda demak mana true qiymat chiqyapti, ya'ni ular bir-biriga teng. Hop, agar kichkina harf qilsamchi, bittasini kichkina harf qilsam, menda false chiqarib beradi. Mana. Ya'ni bu kichkina harf bo'lgani uchun buni har xil ko'radida false chiqarib beradi. Endi bizga shuni bir xil ko'rish kerak bo'lsa, ya'ni mana shu h harfi bo'lsa, katta kichik bo'lsa farqi yo'q, h ko'rish kerak. Va mana bu l da ham katta kichik l bo'lsa farqi yo'q. Ikkalasini ham bir xil ko'rsin desak, bizda bu demak metod mavjud. Ya'ni str nuqta equals ignore case bor mana. Va str 2 ni beraman. Va uni ham dasturda ishlatib ko'rsam, menga true ni beradi. Ya'ni e'tibor bering, birinchisida false berdi. Ya'ni mana bu katta L bilan kichkina L da har xil hisobladi. Katta H bilan kichkina H da ham har xil hisobladi, lekin mana bu equals ignore case da bizda mana true ikkalasini ham bir xil hisobladi, ya'ni true qildi. Xo'p, mana equals ignore case ni ham ko'rdik. Starts with. Xo'p. Starts with. Cout qilamiz. Str nuqta start with. Demak, qanaqadir prefix beramiz, ya'ni kelinglar mana beramiz. Beramiz va int beramiz. Qanaqadir 1 beramiz. Va dasturni ishlatib ko'ramiz. Va bizda u false degan qiymat chiqaryapti. Demak, bu qanaqadir substringni o'sha indeksdan boshlab tekshiradi. Ya'ni bizda 1 berganimizda, mana 0-inchisi va 1-inchisidan boshlab bu yog'ini tekshiradi. Mana shu bu yog'ida bizda prefiximiz, ya'ni bergan ha, ya'ni hey so'zimiz bormi deydi. Mana bu yerda yo'q. Endi mana shuni 0 bersam, 0 beradigan bo'lsam, endi 0 dan boshlab tekshiradi va 0 dan boshlab tekshirganda menda he belgisi bo'lganligi uchun bu safar menga bu demak true qaytarib beradi. Demak, end with, demak bu teskarisiga ishlaydi. Hop. Log qilamiz va unga misol uchun 4 beramiz. Va false chiqyapti. Hop. Replace. Tasavvur qiling, bizda mana bu yerda hello, demak Java degan so'z bor va cout qilib o'sha str nuqta replace qilamiz va qabul qiladigan qiymatlari demak char qiymatlar qabul qilar ekan, ya'ni qanaqadir kelinglar mana j yoki katta J beramiz va new char qilib o'shani katta D qilamiz. Bizda bu mana shu stringni qidiradi, katta J ni qidiradi. Katta J bor. Mana shuni bizga D harfiga o'zgartirib beradi. Mana hello Java bo'lib qoldi. Ya'ni belgilarni o'zgartirib beradi. Misol uchun mana shu yerga h o'rniga D ni qo'ysak, bu yerda endi bu safar h o'zgaradi. Mana Hello Java bo'lyapti, ya'ni belgilarni o'zgartirib beryapti. Split degan qiymati bor. Hop. Cout demak str nuqta replace deydigan bo'lsak, bizga bo'ldi. Demak, hop. Split metodi bor. Kelinglar, mana bu splitni oxirga olib qo'yaman. Hozir is empty bilan is blank ni ko'ramiz. Hop. Str nuqta is empty. Bular demak bizga true yoki false qaytaradi. Bular ham va o'sha stringni bo'sh ekanligini tekshiradi. Hop. Mana bu yerda is empty false deyapti, ya'ni bu bo'sh emas deyapti. Hop. Mana bu yerda str
is blankni tekshirib ko'ramiz. Va dasturni ishlatib ko'rsak, mm, mana ozgina ishlatib ko'rdik. Mana bu ham false dedi. Ya'ni ikkalasi ham bo'shlikka tekshiradi, lekin ikkalasini farqi nimada desak, hop, keyin mana buni mana bunaqa string qilamiz. Bu aslida biz bir qaraganda bo'sh, lekin dasturni qayta ishlatadigan bo'lsak, e'tibor bering. Demak, true, false, ya'ni birinchi false chiqyapti, ya'ni is empty, false deyapti, ya'ni bo'sh emas deyapti. Is blank, true deyapti, ya'ni u bo'sh deyapti. Demak, farqi is emptyda bu probellarni ham qanaqadir belgi sifatida o'qiydi. Probel ham bitta belgi deb o'qiydi. Bunda esa shunchaki probelni belgi sifatida o'qimaydi. Ya'ni belgi sifatida o'qimaydi. Shuning uchun probel bilan to'ldirib qo'yganimizda ham bizga demak false qiymat, ya'ni true qiymatni chiqarib berdi. Xo'p. Keyingisi contains metodini ham hozir ko'ramiz va str.contains qilib, misol uchun mana bu yerda keling, hello java developer deb yozaman va contains qilib unga qanaqadir Ctrl P ni bosamiz. Char sequence s berish kerak ekan, ya'ni string berib yuborsak ham bo'ladi, ya'ni java. Dasturni ishlatamiz va oxirida true, ya'ni java degan bizda haqiqatan ham shunaqa so'zimiz bor. Hop. Developer deb yozaman va dasturni qayta ishlataman. Demak, bizda developer degan so'z ham bor, shuning uchun bizga bu true qiymatni qaytaryapti. Hop, kelinglar, yo'q qiymatlarni yozamiz. Ya'ni Python dasturni ishlatadigan bo'lsak, false qiymat beradi. Vaholanki bizda haqiqatan ham Python degan mana bu yerda stringimiz yo'q. Shuning uchun false qaytarib berdi contains. Demak, contains vazifasi o'sha stringdagi qanaqadir substringni yoki stringni bor yo'qligini demak tekshirib beradi. Misol uchun hey deb yozsak ham mana shunchaki true ni qaytaradi, chunki mana bu yerda ha belgisi bor. Repeat bor bizda. Hop, cout qilamiz va hello namni hello qilib qo'yaman str'ni va str.repeat deyman. Bu stringimda necha marta takrorlanishini aytib beradi. Misol uchun 5 desak, bizga o'sha stringni 5 marta yozib beradi. Dasturni ishlatsak, mana hello degan so'zni 5 marta yozib berdi bizga. Hop, buni ajratib qo'yish uchun mana bu yerga probel tashlab qo'yaman va qaytadan ishlatib ko'rsam, menga mana hello degan so'zni 5 marta chiqarib berdi. Xo'p. Endi bularni hammasini demak men kommentariyaga olaman. Ctrl Shift slash ni bossak, kommentariyaga oladi va oxiri split metodi bor bizda. Endi bizda qanaqadir string bo'lsin, str degan Java, Kotlin va Python Go va mayli Java script deymiz. Xo'p, men mana shu demak so'zlarni qanaqadir massivga olmoqchiman, ya'ni har bitta virgul bilan ajralib turgan so'zlarni men massivga olib olmoqchiman. Uning uchun bizga split metodi kerak bo'ladi. Ya'ni stringlardan tashkil topgan bitta demak bizda qanaqadir bo'ladi va unga split qilib, ya'ni str.split qilaman va demak mana bunaqa
Vergul belgisini beraman. Demak, hmm, mana bu belgini berib yuborsam, menga har bitta verguldan keyin vergulgacha bo'lgan, demak, so'zlarni mana bu r degan stringni o'zlashtirib beradi. Scout qilib arrays.toString deyman va r ni berib yuboraman. Dasturni ishlatadigan bo'lsam, e'tibor bering, mana Java, Kotlin, Python, Go va JavaScript degan demak so'zlar, ya'ni bu menda arrayda turibdi. For bilan yozib chizsak ham bo'ladi. Mana buni o'chiraman. Shunchaki har bittasi bo'yicha forga qilib, maydan, demak r nuqta length deyman. Cout qilib o'sha arrayni qaynisini va dasturni qayta ishlataman. Va mana Java, Kotlin, Python, Go va JavaScript. Demak, bizda string API shulardan iborat. Xo'p, yana boshqa metodlar bor. Ularni o'zingiz qidirib o'rganib ko'rishingiz mumkin. Hozircha shular.